Assalomu alaykum. Birinchi bizda o'z kanalining ashaddiy muxlislari hamda yangi kelgan mehmonlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obunani bosib qo'yamiz va layklarni bosamiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, agregatlaringiz bo'lsa, avtomobil, yuk avtomobillaringiz bo'lsa, marhamat, reklama xizmati nomerlariga bog'lansangiz texnikalaringizni reklama qilib, chiroyli qilib sotishga yordam qilib yuboramiz. Bizni birinchi bo'lib kuzatayotgan muxlislarimiz qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib ketishingizni so'raymiz. Layklarni bangillatib bosamiz akalar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent, Xorazm, Qoraqalpoq, Namangan hamma tomondan vodiy bosamiz, layklarni bosib tarqatamiz. Biz ko'p gapirib yotmasdan video roligimizni boshlaymiz akalar. Qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, video roliklarimizni har kun chiqaramiz xudo xolasa. Mana endi sotiladigan texnikalar bilan birin-ketin tanishib chiqamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80 traktorimiz ham sotiladi akalar. Bu texnikamizni manzilga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati Pastorg'om tumanida ekan. Texnikamizni holati ko'rib turibsiz, a'lo darajada, hech qanday xarajati yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million, yana ozroq kelishtirib beradigan joylari bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Sizda ham sotiladigan texnika agregatlar, avtomobil, yuk avtomobillar bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'lansangiz texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Reklama xizmati nomerlari videoni boshida qo'yilgan, Telegram ishlab turibdi. Sotiladigan texnikalar sotib olmoqchi bo'lsangiz bizga murojaat qilishingiz mumkin. Video roligimiz kengroq tarqalishi uchun bir donadan laykni bosib, qayerdan kuzatayotganingizni yozib ketishingizni so'raymiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MT82.1 traktorimiz ham sotiladi. Texnikamizni holati a'lo darajada, hamma joy ishlab turibdi, radnoy holatda turibdi. Texnikamiz manzili Qashqadaryo viloyati Shahrisabzda ekan. Hamma joyga garantiya ishlab turgan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 100 million, yana ozmoz o'tib beradigan joylari bor. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan agregatimiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan YMZ motor sotiladi akalar. Motorimizni holati ishlab turgan holatda, texnikamiz narxi 4 million. Qiziquvchilar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. YMZni yana qolgan bitta ikkita materiallari ham bor, so'rab bemalol olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus 80X traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqanida 2008-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika, motor korobkalari ziver. Hamma joyi ishlaydi. Balon holatlari ham zo'r. Dokumentlarigacha bor texnikamizni. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 95 million, yana ozmoz kelishtirib beradi. Manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ekan. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan olishingiz mumkin. Sizda ham sotiladigan texnika agregatlar bo'lsa, reklama xizmatiga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Magnum 8940 texnikamiz sotiladi. Texnikamizni manzili Amudaryoda ekan. Texnikamiz 1999-yil ishlab chiqarilgan, motor remont bo'lgan, zadniy korobkalari radnoy ochilmagan, dokumentlari bor, qo'shimcha pluglari bor. Aylanma plug. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 240 million, yana ozmoz kelishtirib beradigan joylari bor. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilib akamizdan olishingiz mumkin. Sizda ham sotiladigan texnika agregatlar bo'lsa, marhamat, reklama xizmatiga bog'laning.
Bu yoqda uzatadilar. Balonda açın da albatlar. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan NTZ80 tochka traktorimiz ham sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi, motor, korobkalar, zadniy moslar, soz vomlar ishlaydi, akkumulyator statorlari yangi qo'yilgan. Texnikamiz 1989-yil ishlab chiqarilgan. Hujjatlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 42 million. Yana oz-moz kelishtirib beradigan joylari bor. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Manzil Jizzaxda. Sizda ham sotiladigan texnika agregatlar bo'lsa, marhamat, reklama xizmati bilan bog'lanishingiz mumkin. Kim qayerdan kuzatyapti, shuni ham yozib, kommentariyaga omad so'zini yozib ketishingizni so'raymiz. Like bosishni unutmang. Yangi kirgan muxlislarimiz bo'lsa, obunani bosishni unutmang. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktori sotiladi. Manzil Surxondaryo viloyatida ekan. Motor, korobka polniy bo'lgan, remontdan chiqqan, stator akkumulyatorlari yangi bor. Elektrichni ishlari ham polniy bo'lgan, diska balonlari 13,5 niki yangi qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 27 million, yana oz-moz kelishtirib beradilar. Marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin.